bizda avariya sodir etib, buning natijasida odam o'ldiradigan bo'lsa, jazo juda ham kam o'rtoqlar. Ya'ni yo'l transport hodisasi natijasida odam o'ladigan bo'lsa, Jinoyat kodeksi 266-moddasiga asosan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanishi mumkin. Endi masalan, odamlar o'ladigan bo'lsa, unda 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin. 10 yilgachasi ham bor. Xorijda qanday? Masalan, 2018-yil AQShning Florida shtatida Cameron Herring degan bir yigitcha Mustang avtomobili minib ketayotgan joyda shu o'rtog'i bilan poyga boshlashib yuborgan, noqonuniy poyga. Keyin o'sha yerda yo'ldan o'tayotgan bir ayol va uning go'dagini, 21 oylik go'dak farzandini urib ketgan, ya'ni to'xtashga ulgurmagan tormozlashga. Tezlik juda ham katta bo'lgan, 160 tezlikdami ketayotgan bo'lgan, ulgurmagan, ikkalasini urib ketgan, joyida vafot etishgan. Bu ish sudda ko'rib chiqilgandan keyin bu yigitga nisbatan 24 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Endi sudda ham bu narsa muhokama qilinganda aytilganki, shu sen o'z xohishing bilan o'sha pedalni bosding. O'sha noqonuniy poygani o'zing boshlading. O'zing shu tezlikka chiqding. Va buning natijasida mana odam o'lishini odam o'ylash kerak aqli bilan. Shu sababli ham ikkita modda bo'yicha deb jazo belgilangan, 24 yil. Bizda jazo juda ham kam. Endi o'ylashingiz mumkin, masalan, ko'pchilik aytadi shunaqa paytda, nima ko'proq qamalganda nima foyda, boshqa. Yo'q, u odam o'zini o'rniga qo'yib ko'rish kerak. Shu holatda faraz qiling, masalan, nechta bolalar yo'l transport hodisasi natijasida vafot etyapti, nechta odamlar, ana shularni o'rniga endi Xudo ko'rsatmasin, bir qo'yib ko'rsa o'zi yetarli bo'ladi.